Biz hozir Novey xodimlaridan o'zlariga qaysi Novey telefonlarni yoqishini bilib olamiz. Mana bular Sanjar akalar. Sanjar aka, bular produkt bo'yicha ishlaydilar. Sizga Novey telefondan qaysi telefonimiz yoqadi? Alfa A6. Alfa. Nima taraflari yoqadi? YouTube fonda aytishi 2 yil garantiyasi. Bular Adham aka, bizning dizaynerlar. Sizga nima telefon yoqadi Noveyda? O'zimga Pro Count yoqadi. Nima yaxshi taraflari? Ekrani sifati, AMOLED ekran. Jaloliddin, bular ham dizaynerlar. Nima telefon yoqadi Noveyda? Sena G7. Qaysi taraflari? Qulayligi, dizayni, premium, качественный. Maza qilib ishlatasiz. Da. Bular Sanjar aka, savdo departamenti rahbarlari. Sanjar aka, sizga nima telefon yoqadi? Novey. Aura. Nima taraflari? Rangini ham bir-biriga mos qo'yapsiz. Birinchi korpusi, ikkinchidan Bluetooth orqali diskinga ishlatsa bo'ladi. Bo'pti, hech kimga. Hozir boshqa xonaga ham kirib ko'ramiz. Hozir biz mahsulotlarimizni olib keladigan logistika bo'limimizdan rahbaridan so'rab ko'ramiz. Muhammad Sobir aka. Muhammad Sobir aka, sizga Novey mahsulotidan qaysi biri yoqadi? Menga shu Kavun yoqadi. Aha. Sababi ekrani AMOLED, chiroyli. Aha. Ranglari yo'q. Dizayni ham zo'r. Mana realniy odamlarni ko'rdinglar, Novey telefonlaridan foydalanishyapti va muhim funksiyalarni aytib ketishyapti. Agarda siz ham Novey telefonlardan foydalansangiz va qanaqadir funksiyasiga ko'ra ularni xarid qilgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib keting.